o'zingizni seving, seving deb gapirishadi-yu, bir xillar ensam qotib ketadi shu gap. To'g'risi. Chunki tushuntirib berisha olmaydi ko'pchilik. Qanaqa qilib o'zini sevish kerak? Avvalambor o'zini sevishda ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Miya uyg'un ishlash kerak. Ya'ni miyasi, qalbi va tanasi bir-birini tushungan holda, bir-birini qadrlagan holda garmoniyada ishlash kerak. Bu birinchi, eng asosiy sabablardan. Ikkinchisi, tushunmagan odamlar uchun tushuntirib beraman. O'zingiz xohlagan ishni qiling. O'zingiz xohlamagan ishni qilmang. Uchinchisi, o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. To'rtinchisi, boshqalarni fikri bilan yashamang. Har doim o'zingizni aniq fikringiz bo'lsin va o'sha fikringizga tayaning. Beshinchisi, agar munosabatlar sizga yoqmasa, o'sha munosabatlarni davom ettirmang. Mana shu aytganlarimni qilsanglar, haqiqatdan ham o'zingizlarni sevgan hisoblanasizlar.